Menga hech kim qilib bermaydi nonushta. Foydasi bo'lmagan va bu meni nolishdan. Qo'rqma hayotda o'zingnikini olishdan. Qo'rqma bir umr bitta o'rinda qolishdan. Maktabda senga buni o'rgatishmaydi. Maktablar tayyorlamaydi lider. O'rta klass ishlaydi va doim deydi. Ular doim berganini yeydi. Bu gapda ko'zing ochiladi. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar hamda kuzatuvchilar. Bugungi bizning yangi mavzumiz oddiy kasrlar birinchi qism. Nimaga birinchi qism o'quvchilar? Chunki bu kitobimizda ko'rgan bo'lsak, bo'lak-bo'lak o'tilgan. Ya'ni birinchi qismi bor, ikkinchi qismi, uchinchi qismi va hokazo. Xo'p, bunda biz bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz, kasr nima o'quvchilar? Kasr u qanaqangi holatda uchraydi bizga yoki qanaqa turlari bor, qanday shakllarga bo'linadi, shular haqida ko'proq gaplashamiz. Xo'p, qaraylik, yozib qo'ydim o'quvchilar. Kasr bu A taqsim B ko'rinishidagi ifoda. Ya'ni biror bir narsani biror bir qismi, ya'ni bo'lagi desak ham bo'laveradi. Demak, kasrlar o'quvchilar o'zi ikkiga bo'linadi. O'zi uni turlari ko'p. Masalan, o'nli kasr bor o'quvchilar, to'g'ri kasr bor, noto'g'ri kasr bor, davriy kasr bor, davriy bo'lmagan kasr bor va hokazo. Lekin asosiy qismi ikkita. Buni men nimaga o'xshatib beraman sizga? O'quvchilar hayotiy qilib bog'laydigan bo'lsak, buni o'quvchilar insonlarga o'xshatsak. Masalan, yoshlar bor, kattalar bor, qariyalar bor, to'g'rimi? Lekin buni asosiy ikkita nimaga bo'ladigan bo'lsak, erkaklar va ayollar. To'g'rimi? Demak, kasrlar ham xuddi shunaqa. To'g'ri kasrlar va noto'g'ri kasrlar ikkiga bo'linadi. Qanday holatlarda to'g'ri kasr bo'ladi, qanday holatlarda noto'g'ri kasr bo'ladi? Qaraylik. To'g'ri kasr bo'lish uchun mana bu A kichkina bo'lish kerak B dan. Ya'ni masalan tepada 3, pastda 2, tepada 3, pastda 5 va hokazo. Yoki bo'lmasa masalan 1 taqsim 5, 3 taqsim 7. Ikkinchi holat bo'lsa-chi, shuni teskari qilib qo'ysak ham bo'laveradi. Masalan 5 taqsim 2, 7 taqsim 3 va mana bu teng holatini ham olyapman. Bunda qanaqa bo'lib qoladi bizda? Natural son bo'lib qoladi. Ya'ni noto'g'ri kasr bo'lib qoladi. Masalan 3 taqsim 3 ham noto'g'riga kiraveradi. Savollar bormi bu bo'yicha? Mana boshida o'quvchilar 1 dan 4-gacha savol berdi. Bularni biz deyarli shaklni topdik. 5-sida qaradik. Shakllarning qanday qismi bo'yalgan deyapti. Yana bitta narsa sizlarga o'qishda yana bir bor o'rgatib ketaman. Eslangga solib, mana buni A taqsim B deyish mumkin yoki B dan A deyish mumkin. Tushunarli-a? Misol uchun bunga hozir bitta misol keltiramiz. Mana 5. Shakllarni qanday qismi bo'yalgan debdi. Birontasini ko'rib beraymi? Qaradik. 5 dan bitta ko'rib beraymi mayli. Masalan, B sida aytayaptiki, doira beryapti bizga. Mana shuni 4 ga bo'lyapti. Va mana shu 4 ga bo'lganida 3 ta qismini bo'yab qo'yapti. Mana. Shu 3 ta qism bo'yalgan. Shakllarning qanday qismi bo'yalgan deyapti. Bundan savol bersa biz nima qilamiz? Kasr chizig'ini chizamiz. Pastiga necha bo'lak bo'langanini yozamiz. Pastiga necha bo'lak ekan? 4 bo'lak. Endi bizga qancha qismi bo'yalgan deyapti. Qancha qism bo'yalgan bo'lsa sanaymiz. 1, 2, 3. Demak 3 ta qism bo'yalgan. Demak, qancha qism bo'yalgan ekan? 4 dan 3 yoki 3 taqsim 4 qism desak. Savol bormi? Savollar yo'q bu bo'yicha. Xo'p, demak 6 ham shunaqa ekan, 7. Berilgan kasrlar orasida to'g'ri kasrlarni va noto'g'ri kasrlarni ajratib yozing deb qo'yibdi. Mana tepadagi qoidaga tushadi, buni ishlayverasizlar. Xo'sh, 8. Noto'g'ri kasrni aralash kasrga aylantiring deb qo'yibdi. Xo'p, buni ko'ramiz. 8. Noto'g'ri kasrni aralash songa aylantirish. Aralash son degan nimaga aralash son deyiladi desangiz, ham butun son bo'ladi, ham nimasi bo'ladi? Kasr soni bo'ladi. Demak, qaradik. Xo'p, A sini ko'rib beryapman. A sida aytayaptiki 7 taqsim 3 deyapti. Kasr chizig'ining ma'nosi nima o'zi o'quvchilar? Bo'lish. Bu degani mana bu 7 ni bo'lish kerak nechiga deyapti? 3 ga. 7 ni 3 ga bo'lamiz. 7 ni ichida 3 talikdan 2 ta bor. 2 ni 3 ga ko'paytirsak 6. 7 dan 6 ni ayirsak 1 nima bu? Qoldi. Ana endi bu jarayon nima bo'ladi? Qarang. Necha butun chiqdi? 2 butun 3 dan 1. Qayerga yozganimni hamma ko'rib oldimi?
butun shu chiqqan javobni o'rtasiga ikkala kasr chizig'ini ro'parasiga yozdim. Mana bu o'sha bo'linay turgan, ya'ni mahraji uchi o'zgarmadi va mana bu qolgan bir qoldiqni tepaga yozdim. Kim tushunmadi? Tushunarli-a? Xo'p, bo'lmasam yana bitta ko'rib beray shundan. Xo'p, masalan mana K'sini ko'raylik shundan. K'sida aytayaptiki 69 taqsim 25 o'quvchilar. 69 taqsim 25. Bunda ham 69 25 ga bo'lamiz. 69 bo'lingan 25. Ikkita ko'ramiz 50, ayirib tashlaydigan bo'lsak 19 qoldiq. Demak, buni javobi 2,25 dan necha bo'ladi? Qoldig'imiz necha bitta? 19. Demak, buni javobi 2,25 dan 19 yoki 2,19 taqsim 25. Savollar bormi? Yana keyingi misollarimizda o'quvchilar buni aralash sonni noto'g'ri kasrga aylantirishni ko'ramiz. Mana berib qo'ygan 9-misollarimiz. Xo'p. Demak, 9-misolga qaraylik. Har bittasini qoida qilib yozib chiqmayapman o'quvchilar. Misol bilan pryomoy ko'rsatib ketyapman. Shuning uchun e'tiborli bo'lib o'tiringlar. Demak, 9-misolda A'si. 9 da A'sida 3,1 taqsim 4 ekan. 3,1 taqsim 4. Qaradik. Demak, bunda mana bunday strelka bo'yicha aylantiramiz. Men strelka qo'yib olyapman. Nimaga? Sizlarga yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun. Mana bu yerini ko'paytiramiz o'quvchilar, mana bu yerini esa qo'shamiz. Ya'ni 4 ni 3 ga ko'paytirib, 1 ni qo'shish kerak. 4 ni 3 ga ko'paytirib, mana men yerga yozyapman. 4 ko'paytiruv 3 qo'shuv 1 taqsim 4 o'zgarmaydi. 4 ni 3 ga ko'paytirsak 12, 1 qo'shadigan bo'lsak 13 taqsim 4. Ana. Tushunarli bo'ldimi bu? Xo'p, yaxshi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, bunaqangi misolga yana ko'riladi. Shuning uchun bitta ko'rib ketaverdim. Keyingisi 10-si qaranglar. Kasrlarni qisqartirish. Qisqartirishga kirishdan oldin sizlarga bitta narsani tushuntirib beraman. Misol uchun tasavvur qilinglar. Men bilan sherigim ikkalamiz birgalikda ovqatlanganni kirdikda bitta non oldik. O'shanda ikkalamizga non qanchadan to'g'ri keladi? Yarimtadan. Endi qarasak, erta ovqati zo'r ekanda, kim bugun zo'r yetsa, eng zo'r ikkita yechgan o'quvchini ovqatlangani olib kiramiz dedikda, ikkitalang misol uchun siz bilan siz zo'r yechdingiz. Ikki kishi zo'r yechgandan keyin o'sha ikki kishi bilan biz necha kishi bo'lamiz endi? 4 kishi. 4 kishi kirdikda ikkita non oldik. Baribir nechtadan tegadi? Non qanchadan tegadi har birimiz? Ikkita non bo'ladigan bo'lsa, 4 kishi bo'ladigan bo'lsa qanchadan tegar ekan? Yarimtadan tegadi. Tasavvur qiling, siz osh beryapsiz. Osh berganingizda 100 ta odam aytdingiz, 50 ta non oldingiz. Ularga qanchadan tegadi? Yarimtadan. Miqdor bunisi ham ortyapti, bunisi ham ortyapti. Lekin o'sha nisbat baribir nima qilmayapti? O'zgarmayapti. Bu o'quvchilar kasrlarni qisqarishiga bir misol bo'la oladi. Qaradik, demak 10-siga. Xo'sh, bizga misol beradi. Ya'ni uni tepasini ham pastini ham bir xil songa bo'lib yuborishimiz mumkin. 10 ga 30 tani bitta sizlarga misol ko'rsatib beraman. Hozirgi aytgan gapim 1 taqsim 2 bo'lishi mumkin. Xo'p, 2 taqsim 4 bo'lishi mumkin. Masalan, 50 taqsim 100 bo'lishi mumkin va hokazo bo'lishi mumkin. Masalan, mana bunda ikkalasini ham nechiga bo'lib yuborsam bo'ladi? 50 ga bo'lib yuborsam bo'laveradi. Yoki masalan, mana bu jarayonni ikkalasini ham 50 ga ko'paytiryapman, mana bu kelib chiqyapti degan. Mana bu yozgan 3 ta kasrim bir-biriga teng bo'ladi. Nimaga? Chunki bular bir-biri bilan qisqarib boshqa qilib qiymatni hozir ko'rib chiqishini sizlarga hayotiy misol bilan ko'rdik. Xo'p, endi kitobdagi misoldan ko'ramiz. Xo'sh, misol uchun G-sini ko'raylik o'quvchilar. Qarang, 10 da G-si. 10 da G-siga qaraydigan bo'lsak, 48 taqsim 60 ekan. Buni kelinglar biz sirazi bitta katta songa bo'lib yubormaylikdan maydalab nima qilaylik. Ikkalasini ham nechaga bo'lib yuborsam bo'ladi? 2 ga bo'lib yuboradi. 48 ni 2 ga bo'lsam necha? 24. Buni bo'lsam-chi 30. Bu yana bo'linar ekan. Ikkalasini endi nechaga bo'laylik? 3 ga bo'lamiz. 3 ga bo'lsak necha bo'ladi bu? Bunisi 8, bunisi esa 10. Yana 2 ga bo'linar ekan, bular. Bu necha bo'ladi? 4, bunisi esa 5. Demak, qisqargan holat nima ekan? 4 taqsim 5 yoki 5 dan 4. Ana endi men sizlarga bir sirni aytaman. Biz mana o'tgan mavzumizda o'quvchilar ekub degan mavzuni o'tganmiz. Ekuk degan mavzuni o'tgan. Ana o'shalar mana bu darsda kerak. Biz mana bu 48 taqsim 60 turgan holatida o'quvchilar
E kub topamiz. Ikkalasiga e kub nechi? 12 bo'ladi. Mana shularni birdaniga keyin 12 ga bo'lamiz. Ya'ni kasrlarni qisqartirishda e kubni ishlatsak bo'ladi. 48 ni 12 ga bo'lsak 4, 60 ni bo'lsak 5. Mana bittada javob kelib chiqadi. Qanchalar katta songa bo'lsangiz, o'shanchalar osonroq chiqadi. Qancha maydalashgan sari ishingiz ko'payib ketaveradi. Tushunarlimi? Faqat javob bir xil chiqadi, lekin mana bunda vaqtni yutasiz. Xo'sh, qisqartirish tushunarlimi? Xo'p, mana x variantini berib, mana shuni ham ko'raylik. X deyapti-da, 24 ko'paytirilgan 125 taqsim deyapti. 120 ko'paytiruv 25. 120 ko'paytiruv 25. Qaraylik o'quvchilar. Bunda ko'paytma turgan bo'lsa, shuni qisqartirib tashlaveramiz. Mana bu 125 bilan 25 nechaga qisqartib yuboring? 25 ga. 25 ni 25 ga bo'lib o'rsam 1 qoladi unda. Buni bo'lib o'rsam bu 5 qoladi. Ana endi 120 bilan 24. 24 ni o'ziga qisqartirib. Mana bunda 1 qoladi o'quvchilar. Mana bunda esa 5. Mana bu 5 bilan mana bu 5 ham qisqardi. Tepada 1 qoldi. 1 kara 1 nechi? 1. Bu-chi mahraji ham 1 chiqdi. Nisbat nechi bo'ladi demak? 1. Kimda savol bor? Savollar yo'q-a? Yaxshi. Ana endi sizlarga shunga doir qo'shimcha misol beradi. Misol uchun mana 11-siga qaraylik. 11-si. Asini ko'rib bering. Xo'p, yo'q, burilib sal qiyinrog'ini ko'rib qo'yaylik. Misol uchun mana 3 talik H'sini ko'raylik. H'sida 18 taqsim 24 teng deyapti. 9 taqsim katakcha qo'yib qo'yapti bizga. Teng deyapti. Katakcha taqsim 4. Endi mana bu 18 9 bo'lib qolish uchun nechiga bo'linib ketyapti? 2 ga. Demak, mana bu 24 ni ham 2 ga bo'lib olishimiz kerak. Necha bo'lar ekan bu? 12. Hisob kitobni yaxshi bilgan chiqarib ketaveradi. 12 yoki mana unga nisbatan. Farqi yo'q. Xohlasangiz bunga nisbatan 4 oling, xohlasangiz bunga nisbatan oling. Men unga nisbatan olyapman. 12 ni 4 bo'lib olish uchun nechiga qisqarib ketyapti? 3 ga. Demak, mana bu 9 ni ham 3 ga bo'lib olamiz. Necha chiqarkan? Bo'ldi shu. Savol bormi bu bo'yicha? Ana endi o'quvchilar kasrlarni umumiy mahrajiga keltirish degan mavzu bilan, ya'ni bo'lim bilan ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Xo'p, bu mavzumizning misollari o'quvchilar 25 ta ekan. Yaxshilab qaranglar. Kasrlarni umumiy mahrajiga keltirish. Kasrlarni umumiy mahrajiga keltirishda biz nimani e kubni ishlatamiz. E kubni qisqartirish uchun ishlatamiz. E kubni biz umumiy mahrajiga keltirish uchun ishlatamiz. Qaranglar. Misol uchun bizga 1 taqsim 4 va 1 taqsim 8 berilyapti misolda. Hop, mana kitobimizda ham kelyapti. O'shanda namuna olib ketaveraman o'quvchilar. Bunda umumiy mahraj degani mana bu mahrajlarini bir xil qilish degani. Demak, shunday son topishimiz kerakki, o'sha son 8 ga ham, 4 ga ham nima qilsin? Bo'linsin. Demak, bu ko'rinib turibdiki, 8 ni o'zi o'quvchilar. Endi qaranglar. 8 bo'lish uchun biror narsani ko'paytirish kerakmi? 1 ga ko'paytiryapmiz siz buni. Demak, mana bu tepadagi 1 o'zgardi. Endi mana bu 4 8 bo'lib qolish uchun nechaga ko'paytirish kerak? 2 ga. Yoki orqaga qaytarib bo'lyapmiz siz ham. Yaxshilab tushunib, ertaga qo'shishda qiynalarsizlar. Mana bu 8 ni 4 ga bo'lyapman. Necha chiqyapti? 2. Tepasiga yozyapman. Mana bu 8 ni 8 ga bo'lyapman, 1 tepasiga yozyapman. Va mana bu burchakga yozib qo'ygan sonimni tepasiga ko'paytiraman. 2 ni 1 ga ko'paytirsam necha bo'ladi? 2. 1 ni 1 ga ko'paytirsam 1. Demak, umumiy mahraj hozir necha ekan? 8. Tushunarlimi? Xo'p, masalan, kasini ko'raylik. Kasida aytayaptiki 3 taqsim 8 va 5 taqsim 6. Bunda 6 ga ham 8 ga ham bo'linadigan son. Yana bitta usul bor, o'quvchilar kapalag usuli deydi. Bunisini baqa ko'paytirib, mahrajlarni ham ko'paytirib yozib qo'ysalar bo'laveradi. Ya'ni 6 kar 8 48 yozib qo'ysak ham bo'laveradi. Lekin undan kichkinaroq bo'lsa nima qilamiz? Ko'proq hisob kitob o'zimizni boshimizni qotirib. To'g'rimi? Demak, bu yerda qaraymiz. 6 ga ham 8 ga ham bo'linadigan son necha? 24. 48 undan katta. Demak, 24. Buniki ham 24. 24 bo'lish uchun 8 ni necha ko'paytiramiz? Ya'ni 24 ni 8 ga bo'lamiz degan ekan. 3.
24 ni 6 ga bo'lsak 4. Endi 3 ni 3 ga ko'paytirsak nechi? 9. 5 kara 4chi? 20. Demak, kasrlarni mahrajga keltirish bo'yicha savollar bormi o'quvchilar? 3 talik bo'lsa ham, 4 talik bo'lsa ham umuman farqi yo'q. Bitta umumiy chizamizda ko'rib ketaveramiz. Xo'sh, endi o'quvchilar qaranglar, sizlarga bitta yozib qo'yay. Sizlar bilan nimalarni ko'ryapmiz o'quvchilar? Mana unda nima qildik? Noto'g'ri kasrni nimaga o'tkazdirdik? Aralash songa o'tkazdirdik. Bundachi? Bunda teskarisini ko'rdik. Bu yerda nima qildik? Qisqartirdik. Mana bu yerda mana sizlarga qisqartirish deb ketay. Qisqartirishni ko'rildi. Bu yerda nima qildik? Umumiy mahraj. To'g'rimi? Umumiy mahraj. Sizlar tepasiga yozib turib keyin yozsalaring yaxshiroq bo'ladi. Xo'sh, endi mana bu yerda nima bo'ldi? Tepasida bularni yozishim shart emas, o'zlaring yozib olaverasizlar. Xo'p, demak, keyingisiga o'tamiz. Keyingi tushunchamiz o'quvchilar kasrlarni taqqoslash. Keyingi tushuncha, buni ham chizib qo'yayapman. Taqqoslash deb ketaman birovlar sizlarga. Taqqoslash o'quvchilar sizlarga hozirgi holat bo'yicha 3 xil yoki 4 xil holatda kelishi mumkin. Birinchi holatni qaranglar. Birinchi holatda mana bunday keladi. 1 taqsim 3 mana bu yerda katakcha 2 taqsim 3 kelishi mumkin. Ya'ni mahrajlari teng holatda kelishi mumkin. Qaranglar. Mahrajlari teng kelsa nima qilamiz? Bu birinchi holat deylik. Birinchi holat. Mahrajlari teng kelsa, mahrajlarni yo'q deymizda. Mana 1 kattami, 2 katta? Qaysi bir katta? 2 katta. Shunchaki 2 tomon katta deb qo'yamiz. Ya'ni yana buni misol keltiradigan bo'lsak, 3 kishi choyxonaga kiryapti. Bitta non olsa qonni yaxshiroq to'yamiz, 3 kishini yoki 2 ta non olsa. Albatta 2 ta olsa. Endi ikkinchi holatida keladi bizga. Mana bunday holat. Ikkinchi holatda tepalari teng bo'ladi. Misol uchun bunaqa kelganda nima qilamiz? Qarang. Bunda ham xuddi shunaqa. O'ylaymiz. 4 ta nonni 5 kishi yesa qonni yaxshiroq to'yadimi yoki 4 ta non 7 kishi yesa? Albatta 5 kishi yesa. Yoki o'zingizga shu yerda qoida chiqarsangiz ham bo'ladi. Agar mahrajlari teng bo'lsa, tepasida kattasi olinadi. Ikkinchi holat, agar tepalari teng bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi bunda? Pastidagi kichkinasi olinadi desangiz ham bo'laveradi. Endi 3-holat qaranglar. 3-holatda o'quvchilar bizga boshqacharoq kesachi. Misol uchun bunda men sizlarga tavsiya qilaman o'quvchilar kapalak usulidan foydalanishni. Ya'ni 7 ni 1 ga ko'paytirib, 3 ni 3 ga ko'paytirib yuborishdi. Yoki bo'lmasa umumiy mahraj beradi. Umumiy mahraj bersak nima bo'ladi? Mana bu jarayon. Mana strelka olib o'tyapman. Ikkalasiga mahraj necha bo'ladi endi? 21. Buniki ham necha? 21. 21 bo'lish uchun buni 7 ga, buni-chi 3 ga. O'sha babichkadan foydalanyapmiz. E'tibor bergan bo'lsak. Bu 7 kara 1 7 bo'ladi. Bunisi esa 9. Demak, 7 kattami, 9 kattami? Albatta 9 katta. Demak, bu taraf katta. Haligida ham foydalanganmiz. 3 ni baqa ko'paytirsam 9 bo'ladi, bu 7 bo'ladi. 7 kattami, 9 kattami degan qoidadan foydalanamiz. Savollar bormi bu bo'yicha? Demak, kasrlarni bu tushunarli bo'ldi. Yana bitta narsa, aralash son ko'rinishida keladigan bo'lsa, aralash sonning o'zi katta bo'ladigan bo'lsa, uni kasrda hech qanday ta'siri bo'lmasa, o'shanda taqqoslab ketaverasizlar. Xo'p. Endi mana 14 da aytayaptiki, kasrlarni umumiy mahrajga keltiring va ularni taqqoslang deyapti. Mana taqqoslashni ko'rdik. Sizlar bilan umumiy mahrajga keltirishni ko'rdik-a? 15. Kasrlarning suratlarini tenglashtiring va ularni taqqoslang. Suratlarini endi bizga shart qo'yyapti. Tepasini tenglashtirib olishlar, pastini tenglashtirib qanday ishlash o'zimizga yo'q. To'g'rimi? Misolni aytsak bo'ldi. Xo'p, bularni ishlayverasizlar. Sonlarni o'sish tartibida joylashtiring. O'sish tartibida nima degani? Kichkinasidan boshlab kattasirog'i, undan kattarog'i qilib chiqish kerak. Masalan, bizga hozir mana sonni beradigan bo'lsa,
o'sish tartibida joylashtirilgan. Demak, birinchi buni olamiz, keyin buni olamiz. Buni ko'rishim shart emas. Xo'p, endi 19 qaranglar. Sobir basketbol halqasiga otilgan 20 ta to'pdan 17 tasini, Rahim esa 22 ta to'pdan 17 tasini tushirdi. Kimning natijasi yaxshiroq? Nima qilish kerak deyapti? Taqqoslash kerak. Bu muammo narsa emas. 20 qaranglar. N'ning qanday natural qiymatida ifoda to'g'ri kasr bo'ladi? Mana buni ko'rish kerak. Qarang. 20. Bizga men sizlarga ikki xil holatini ko'rib beraman. Masalan, A'sida n deyapti, taqsim 8 deyapti. Bunda nima deyapti? N'ning qanday natural qiymati ifoda to'g'ri kasr. To'g'ri kasr bo'lish uchun mana bu n kichkina bo'lish kerak nechida? 8 dan. Chunki u yerda qoida yozganmiz esimizda bo'lsa. To'g'rimi? Demak, endi 8 dan kichkina qiymatlar necha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nechta ekan? 7 ta deb qo'yamiz. Savol bormi bu bo'yicha? Ana endi sizlarga sal murakkabroqlari bor. Masalan, bu yerda f sini ko'raylik shuni. Xo'sh, 3 taqsim deyapti. 15 minus 2n. 15 minus 2n. Ana. Bunda ham o'sha qoidani qo'llayveramiz. Mana bu 3 kichkina bo'lish kerak. 15 minus 2n dan. Mana bu 2n ni baqa olib o'tib tashlasam 2n katta ekan, nima? 15 dan 3 ta ayirib olsak necha? 12. Ana 2 ga bo'lib yuboramiz endi hammasini. N kichkina nechidan ekan? 6. Demak, 6 dan kichkina sonlar nechta? 5 ta. Bitta shunisini esimizdan chiqarmaylik o'quvchilar. N'ning qanday natural degan. Shuning uchun 0 ni hisoblamayapmiz. Aslida mana bu yerda 0 olsak ham bo'laveradi, lekin 0 kirish mumkin emas deb qo'ygan. Xo'sh, 21. N'ning qanday natural qiymatida ifoda noto'g'ri kasr bo'ladi. Bundan bitta ko'rib beraman, chunki bu anavini faqat teskarisi bo'lsin. Nimani katta kichik bilasiz, mana bu qarab ishlaymiz. 21 qarang. 21 da f sini ko'ramiz. Qarang. 23 minus 4n taqsim 3. Bu misolimizda o'quvchilar noto'g'ri kasr bo'lsin degan. Noto'g'ri kasr bo'lishi nima bo'lishi kerak? Mana bu tepasi, ya'ni surati katta olishimiz kerak. 23 ayiru 4n katta nechidan deymiz? 3 yoki tengi ham bor. Ana endi 4n ni aqo olib tashlaymiz, 3 ni baqa olib tashlaymiz. 23 dan 3 ta ayirib olsam necha? 20 katta yoki teng 4 ta n. Ana endi n ni hisoblaydigan bo'lsak, n nima bo'lar ekan? Kichik yoki teng 20 ni 4 ga bo'lib olamiz. Necha bo'ladi? 5. N ning qiymati demak 5 dan kichik yoki teng. Qancha qiymatida kichik yoki teng? 5 ta qiymat. Ya'ni 1 dan 5 gacha. Savollar bormi o'quvchilar bu bo'yicha? O'quvchilar, savol yo'qmi mana bu bo'yicha? Chalg'ib qolmanglar unaqa. Xo'p, demak, keyingisi. Xo'sh, berilgan koordinatalar nuqtalarini yozing debdi. Bu juda oson narsa. Bitta tushuntiraman. Hammasi o'sha 22, 23, 24, 25 bir xil tip ekan. Xo'p, masalan 22 ni ko'rib beraman. Qarang, 22 ga. Bizga nuqta beryapti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta ekan. Xo'p, 0 dan tashqari 10 ta nuqta. Qarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 va 10 deylik. Mana bu yerda 0 turibdi, mana bu yerda 1 turibdi o'quvchilar. Va koordinatalari bor ekan. Mana bu A ekan. Mana bu yerda A joylashyapti. Keyin bittadan keyin mana bu yerda B joylashyapti. Keyin bularni o'rtasida F joylashyapti o'quvchilar. Mana bu yer bor-ku. Xo'sh, bittadan keyingisi. Mana bittani tashlayapti-da, mana uni o'rtasida mana bu yerda F joylashyapti. Mana bu o'rtasida ekan. Tushunarli bo'lyapti, qayerda joylashgani o'quvchilar. Keyingisi S si o'rtada mana bu qolyapti, mana bu yerda S joylashyapti ekan. Xo'p, keyin E joylashyapti. Va keyin
oxirgisidan bitta oldingizda albatta D joylashgan. Bizga aytayaptiki, mana bu berilgan harflarni deyapti koordinatasi, ya'ni joylashgan o'rnini, nuqtasini toping deyapti. Buning uchun biz nima qilamiz? Qaranglar. E'tibor bergan bo'lsak, hali telefonimizda biz lupani bunday yaqinlashtirsak nima bo'ladi? Kattalashadi-yu. Bu ham mana shunaqa. Mana bu 0 u 1 oralig'idagi jarayon kattalashib ketyapti. Demak, bu degani necha bo'lakka bo'linyapti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta. Mana bu 1 necha bo'lakka bo'linyapti? 10 ta bo'lak. Demak, biz A ni koordinatasini topamiz. Qaranglar. Mana bu A ni koordinatasini topadigan bo'lsam, mahrajiga albatta o'sha 10 ni yozaman. Va mana u nechta bo'lak olyapti? Bitta. Bo'ldi. A ni qiymati shu. Mana bu B niki necha bo'ladi endi? 3. B ni koordinatasi necha ekan? 3 taqsim 10. Endi menga qiziq, mana bu F niki. Mana bu F ni ko'raylik. Bu o'rtasida ekan. F ni qaranglar. F e'tibor bergan bo'lsak, hozir 10 ta bo'lak bor, to'g'rimi? Hammasini shu bitta bo'lakni ikkitadan qilib chiqsam, nechta bo'ladi shunda? 20 ta bo'lak bo'ladimi? 20 tadan endi qayerda joylashyapti u? Ya'ni mana bu nechi? 2, 4, 6, 8 va 9. Demak, bu nima ekan? 20 dan 9. Ana. Savollar bormi? Demak, mana ularga ham shunaqa. Endi sanaymiz, misol uchun 7 da bo'lsa, 7 taqsim 10 shunaqa. Endi 25 ta berilgan nuqtalarning son o'qida tasvirlang deb qo'ydi. Tasvirlang degan, demak, monolarini beryapti-da, mana bunaqangi qilib joylashtirib chiqyapti. Buni nima qilaveramiz? O'zimiz ishlayveramiz. Demak, o'quvchilar, buni mavzumizda 25 ta ekan, men vazifa deb yozaman. Vazifa o'quvchilar mustaqil ishlash uchun o'shani ishlab kelasizlar. Xo'p, bunisi nechta ekan o'quvchilar? Xo'sh, bunisi ham 25 ta ekan, mustaqil ishlash uchun topshiriqlar. Bugun jini ko'proq tushuncha o'tildi o'quvchilar. Chunki sizlar kasrlarni ham yaxshi bilishlaring kerak. Bitta mana bu qisqartirish, ummahlash, taqqoslash, aralash sonni noto'g'ri kasrga, noto'g'ri kasr aralash songa yaxshilab o'rganinglar. Mana buni ham yaxshilab o'rganib olinglar. Savollar bormi o'quvchilar mavzumiz bo'yicha?